165 ming dollarga Uchtepa tumani Ibrat mahallasidan 406 sotuvdan iborat xonadon sotuvga chiqyapti. Qaranglar, fasad 14,5, ichkarigi 28. Ko'chalarni ko'ryapsizlar, ko'chalar kichkina emas. To'g'ri yursanglar Farmet poliklinika. Bog'cha, maktab, masjidlar juda yaqinda, yaxshi tinch mahalla. Bitta eng katta minusi mana shu yo'llardan kirilar ekan. Katta darvozasi yo'q ekanda shu joyi. Kommunikatsiyalardan вообще muammolar yo'q bo'tladi. Qaranglar, hovlini tekis to'g'ri burchi. Аккуратный, четкий. Bu tarafda ikkita xonasi bor ekan. Oshxona, sanuzel, vanna. Bu taraflarni ko'rsataman, hozir kirib remontlari yaxshi 1 yil bo'lgan ekan remont qilinganiga. Kirib yashab tursa ham bo'ladi. Ana bu tarafdan boshlaymiz. Qaranglar, mana bitta katta xonasi bor ekan. Remontlarni ko'ryapsizlar, svejiy bo'lib turibdi. Mana bitta yana bitta oshxona qilib qo'yishgan ekan. Cho'tki bo'lib turibdi. Yana bu yoqda yana ikkita xona bor. Bu eshik ko'chaga olib chiqib ketadigan eshik. Mana bu yerda bitta detskiy xonasi. Mana bu yoqda yana bitta xona. Ichida dush, sanuzellari bor ekan. Mana svet yo'q ekan, lampochka kuygan ekan. Egalar 165 ming dollarga beraveramiz deyishyapti. Ozgina yana savdolashadigan joylari bor. Pastda raqamni qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.